Hayırlı kere aziz obunachilar. Ushbu burun yuvish muolajasini burun kasalliklarida qo'llasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buning uchun maxsus eritmalar tayyorlanadi. Shifokor bilan maslahat zarur bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar Doktor Allamov kanalida. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Burun orqali nafas chuqur olamiz. Chuqur глубокий вдох, chuqur nafas. Og'iz ochamiz, og'izdan chiqib ketadi avtomatik. Hech qanaqa majburlash, pressing hech qanaqa nima yo'q bunda. Nagruzka boshqa bo'lmaydi. Tabiiy, mana tabiiy. Ushbu eritma tabiiyligi, zararsizligi tufayli yutish ham mumkin. Butun ichki a'zolar, oshqozon, ichak trakti hamma sistemni ochishini, ya'ni butun sistema tozalaydi. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, kanalimizga obuna bo'linglar.